Zap to'lqinli terapiya jinsiy zaiflikni davolaydimi yoki bu reklamami? Assalomu alaykum. Men urolog shifokor Hoshimov Nodir Norliyevich. Bugun sizlarga erkaklarda uchraydigan eng keng tarqalgan kasalliklardan biri jinsiy zaiflikni davolashda qo'llaniladigan zap to'lqinli terapiya, ruschasiga udarno-volnoviya terapiya deyiladi. Shu davolash usuli haqiqatdan samaralimi yoki bu reklamami? Shu haqda batafsil ma'lumot berishni niyat qildim. Keling, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Jinsiy zaiflik bu erkak kishida ereksiyani hosil qilish hamda uni saqlab turish buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasallik. Ko'pchilik jinsiy olat turishini kasalligi deyiladi. Yo'q, jinsiy olat turishi mumkin, u uzoq vaqt turmasligi mumkin. Ya'ni tez bo'shanib qolishi mumkin. Ya'ni erkak va ayol jinsiy demak yaqinlikni oxirigacha muddatda yetmasdan jinsiy olat demak tarangligiga yo'qotib qo'ysa, bu hol ham demak jinsiy zaiflik hisoblanadi. Ba'zi erkaklarda umuman turishini o'zi qiyinchilik bo'ladi. Biz hozirgi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizda aynan shu kasallikning kelib chiqishining asosiy sabablaridan birini sizlarga aytib o'taman. Bu qon tomirlar buzilishi bilan bog'liq bo'lgan holat. O'zi tabiatan ma'lumki, erkak kishida jinsiy ereksiya bo'lishi uchun, ereksiya holati bo'lishi uchun jinsiy olat ichida anatomik jihatdan demak kovak bo'shliqlar bo'ladi. Shu kovak bo'shliqlarning ichiga vena qoni bilan to'lishi talab qilinadi. Vena qoni bilan to'lib talang bo'lgandan keyin bu jinsiy olatda taranglik xususiyatini beradi. Qon tomirlarda kasalliklar, ya'ni arteriyadan qon oqib kelish jarayonlarining buzilishi, venadan qon oqib ketish jarayonlarining buzilishi natijasida, ya'ni qon tomir kasalliklari fonida jinsiy olatda demak qonning aylanish mikrosirkulyatsiyaning buzilishi natijasida ereksiyani demak yetarlicha taranglikda ushlab turish yoki uni turg'izishga qiyinchilik yuzaga kelishi mumkin. Demak, hozirgi kunda qo'llaniladigan davolash usullaridan biri bu zarb to'lqinli davolash usuli. Aynan shu davolash usuli qanaqa yordam beradi va uning demak qachon va kimga yordam beradi, shu haqida demak bilib olamiz. E'tiborlaringizni qaratmoqchi bo'lgan joyi aynan mana shunday apparat orqali zarb to'lqinli amaliyot bajariladi. Zarb to'lqinli amaliyot mana shunaqa pistoletlar orqali bajariladi. Ya'ni bunda bu mana shu apparatga ulangan paytda demak doktor Mabutdagi maxsus knopkani bosish bilan apparat yuzasida xuddi avtomatdan o'q otgandek tarsillagan ovoz chiqadi. Shuni tanaga tegizgan paytida tanada demak kuchli to'lqinlar beradi. Bu akustik mikroto'lqinlar deyiladi. Akustik mikroto'lqinlar. Bu akustik mikroto'lqinlar natijasida endotelining funksiyasi yaxshilanadi. Azot oksidi ishlab chiqarilishi demak ko'payadi. Hamda qon tomirlarida qon aylanish yaxshilanadi. Qonning kelishi, ya'ni oqimi kuchayadi. Shuning natijasida bu simptomlarni davolovchi emas, balki kasallikni davolovchi hisoblanadi. Masalan, ba'zi preparatlar masalan bor, dorilarni beramiz, bilasizlar, tabiiy Viagra yoki masalan Kamagra shunaqa o'xshagan preparatlar bor. Bu preparatlar ba'zilarga davolovchi effekt samarasini bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik holatlarda simptomni davolaydi. Faqat bir martalik yoki bir necha martalik jinsiy hayot uchun zarur bo'lib qolishi, yetarli bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu davolash usuli, ya'ni zarb to'lqinli davolash usuli kasallikning demak simptomini emas, demak doimiy ravishda tiklanib ketishga yordam beradi. Endi savol tug'iladi, hamma odamga yordam beradimi? Yo'q. Demak, jinsiy zaiflikning har xil turlari bor. Masalan, biz uni bemor bilan to'g'ridan to'g'ri suhbat qilgan paytda jinsiy zaiflikning maxsus shkalalar bo'yicha baholaymiz. Shu baholash davomida demak jinsiy zaiflikning yengil va o'rtacha demak darajalarida bu davolash usulini qo'llash yordam beradi. Masalan, qandli diabeti bor bo'lgan bemorlarda, qandli diabetning dekompensatsiya bosqichi bo'lgan bemorlarda bilasiz, qandli diabet kasalligida juda ko'pchilikda demak erektil disfunksiya bilan kechadi. Ya'ni jinsiy zaiflik bilan kechadi. Ularning dekompensatsiya ko'ringan formasida yoki og'ir qandli diabet shaklidagi bemorlarda yoki nevrologik statusi buzilgan, insultdan keyin o'tkazgan bemorlarda jinsiy zaiflik rivojlanadi. Bunday holatdagi bemorlarga
yana undan tashqari gormonal terapiya oluvchi bemorlar bor yoki yoshligidan jinsiy rivojlanishda xromosom yoki gen kasalliklari tufayli rivojlangan bolalar bor. Og'ir forma erektil disfunksiyalar, ular nafaqat masalan jinsiy hayot boshlamagan bo'ladi, hattoki masalan 35-40 yoshda ham hali umuman biror marta jinsiy yaqinlik qilmagan bolalar bo'ladi. Bunaqa bolalarga bu terapiya usuli deyarli yordam bermaydi. Bu usul kimlarga yordam beradi? Ko'pincha yosh bemorlarga, yoshi o'rta yoshli bemorlarga, qand diabeti bo'lmagan bemorlarda juda samarasi yuqori hisoblanadi. Masalan, stressdan keyingi, demak, aytaylik, depressiyadan keyingi holatlarga tushib qolgan bemorlarda, prostatit yoki siydik yo'llari infeksiyasidan keyin jinsiy zaiflik orttirgan bemorlar bor. Shu guruhdagi bemorlarga aynan shu, demak, zar to'lqinli terapiyani qo'llaganda natijasi, samarasi juda ham yaxshi bo'ladi. Klinik isbotlarga ko'ra 80-90% holatlarda o'zini samaradorligini ko'rsatadi. Kimga qiziq bo'lsa, ilmiy isbotlangan maqolalarni ham demak tashlab berishimiz mumkin. Xo'sh, endi bu usuldagi demak birdan-bir demak kamchilik, bu usulga demak o'sha bemorni o'zi kelish kerak. Haftada 1 yoki 2 marta demak siz o'sha doktor qabuliga kelib muolajani yarim soat davomida olasiz. Ustunligi shundaki, hech qanday dori ichishga hojat qolmaydi. Dori iste'mol qilishingiz shart emas. Aytishingiz mumkin, faqat shu usulni o'zi yetarli bo'ladimi? Yo'q. Bu usul bilan qo'shimcha birgalikda agar siz sportni, to'g'ri turmush tarzini yo'lga qo'ysangiz, natijasi juda ham a'lo bo'ladi. Xo'p, bu usulda seans 20-25 daqiqa davom etadi. Aytganimdek, 6 ta yoki 12 tagacha seans o'tkazish mumkin. Haftada 1 yoki 2 marta demak seansga kelsangiz, shu muolaja qilinadi hamda yetarlicha, aytarli darajada o'zgarishni o'zingiz his qilasiz. Ko'rib turganingizdek, demak, zar to'lqinli terapiya bu oddiygina davolash usuli emas, bu balki hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda ro'y bergan mo'jiza hisoblanadi. Agar sizda yaqinlaringizda jinsiy zaiflik bilan bog'liq bo'lgan muammolardagi bemorlar bo'lsa yoki eshitgan yoki yaqin birodaringizga yordam berishni xohlasangiz, shu videomizni ulashishni esdan chiqarmang yoki uyatga qo'ymang. Sababi jinsiy zaiflik bu jamiyatimizda, ya'ni insonlar orasidagi turmushlarning buzilishiga, jamiyatni parokanda bo'lishiga olib keladigan xastaliklardan biri. Buni to'g'ri tushuntirish kerak. To'g'ri davolash taktikasini olib borilsa, bemorlarda 100% jinsiy zaiflikdan xalos bo'lish mumkin. Og'ir formalarida davolash usullari bo'yicha biz sizlarga yanada qiziqroq bo'lgan videolarni chiqaramiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yoki pastda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqishingizni tavsiya qilamiz. Sog' va salomat bo'ling.